Bolajoningiz injiq, qaysar va kechqurunlari uxlashga qiynalyaptimi? Bizni bog'chada ham ota-onalardan xuddi shunaqa shikoyatlar kelib tushdi va biz bolalarni alohidalab o'rganish boshladik. Mutaxassislarni jalb qilganimizda o'tkazilgan tekshiruvlar, testlar, oilalarni o'rganishda quyidek narsalar kelib chiqdi. O'rganganimizda uyda yangi tug'ilgan chaqaloq bor. Mana bu bolachamizga yoqmayapti va o'ziga yoqmayotgan jarayonlarni injiqlik va qaysarliklar bilan ko'rsatyapti. Va ona bilan ishlashda berilgan tavsiyalarga ko'ra quyidagilarga olib o'tdik. Bolajonim, men seni sog'inmayman, men seni kutyapman, shu yerdaman, sen chiqsang birga o'ynaymiz, seni kutib o'tiraman, sen chiqsang birga ketamiz kabi suhbatlar, bolaga ajratilgan alohida vaqt, alohida diqqat, e'tibor bolani tinchlantirishi, xotirjam bo'lishi olib keldi. Odatda chaqaloq tug'ilib kelganda boshida birga o'ynash mumkin, lekin sal kattaroq bo'lgan sari endi onasini ana shu chaqaloq bilan bo'lishi kerak. Bu tabiiyki bolalarga yoqmaydi. Shuning uchun albatta bolalaringizga har biriga alohidadan vaqt ajratishni mashq qiling. Har bir bolani injiqlik sabablari individual. Ularni topish va o'rganish bo'yicha shug'ullanadigan maxsus bog'cha bu Avlod Kids.